barchangizga salom do'stlar. Sizlar bilan Life. Bugun Good va Noob Pro Hacker Good ham kelgan ekan. Ularning uyini tekshirib beraman. Qani bo'lmasam bu yerda tugmani bos deyilgan, bu Noob deyilgan. Tugmani bosamiz. Tuxum paydo qildi. Nima bo'lishi kerak edi aslida? Bu tuxum nima? O'zimiz zahar tarqatadigan o'rgimchak bu. O'ldirib qo'yish kerak. Mana o'ldirib qo'yamiz. Va Noobning uyiga kiramiz. Buncha sassiq. Sovuq ham-da. Yoshgina yomg'ir yog'sa ham sovuq bo'ladi. Sandiqlarda nima bor? Hech narsa. Aytgancha, sandiqlarda hech narsa bo'lmaydi-ku. Nima solib ketadi? Mana bu yerda mazza qilib yotolmaysan, sassib, ivisib yotibdi-da. Mana ketdik Proda. Nima gaplar ekan? Dedim. Dungul dishdan. Uyi yoqdi-da. Tommy ham ko'rgandek bo'lgandim. Tommy ko'rgandek. Olmos berdi. Tomda kompyuterlar. Yaxshi. Oxirida o'zim bal beraman do'stlar. Sizlar ham izohlarda bal berib ketinglar. Bo'lmasam hakkerning uyi Bedrockdan. Kimdir yozyapti. Hakkerchilik qilmayman men. Farkat yerdan chiqdi. Bu yer ko'zimni qilmasdi, boshimni aylantirardi-da do'stlar. Shunga boshim aylanib ketdi. Goodning uyi what the hell? Shunaqa ham cho'tki uy bo'ladimi? Hayotda shunaqa cho'tki uy bo'ladimi? Good oxirida o'zim baho beraman deydi. Tepaga ko'tarilamiz. Bosinchilar o'zi tushmayman. O'zi yomg'ir yog'yapti-da. Shuning uchun ham umrimdan tutlayman. Bu yerda Pro2dan ham zo'r muzikalar bor. Kitoblar. Manga kitoblar yoqdi-da, lekin men kommentariyada o'qishdan boshqa hech narsa o'qimayman. Menga Goodnews ma'qul keldi, lekin bir narsa esimdan chiqdi. Sandiq yo'q. Hali baho berishim kerak. Noobning uyiga necha beramiz do'stlar? Mayli 10dan 2 chunki sassiq yotibdi. Zalyoq zato uxlasa bo'ladi. Bunga esa mayli bunga 10dan qancha beramiz do'stlar? Mayli bunga 10dan 9. 10dan 9 bu. Voy hacker. Juda ham boshim aylanib ketdi, shuning uchun bu izohlarni tagida siz bering. Men bunga bermayman. Hakkerning uyiga izohlarda yozib qoldiring va mana shu uylarga ham baho berib chiqavering. Mayli, hakkernikiga ham baho berib qo'yaveraman. 10dan 5. Chunki ko'zimni ortib, lekin eng yaxshi kutilgandir. Suv sovuqmi ekan? Qani qarab ko'raylik, suv sovuqmi ekan? Suv sovuq. Juda sovuq. Chiqmasin deglar.
Lekin menga uylar yoqdi. Maktab 11-qismini kutayotganlar albatta chiqadi. Lekin yoqdi, mayli aytaman Gudnikini. Lekin video oxirida aytaman. Hozir esa ozgina tepaga chiqamiz. Mayli suvga urganishib ketadiganlar bor, kimlar sizlar buzdi. Voy buzdi, shamolab qolsa alhamdulillah. Qaranglar, men qanaqa chiroyliman do'stlar, bu net bo'lmaydi. Mana do'stlar, men sizlarga chidashimni ko'rsatib beraman. Mayli chiqamiz bu yerdan. Yomg'ir juda ham to'nyapman do'stlar, suvdan chiqib darunga, lekin mazza qilib kitob ham, kommentariya ham o'qiydigan tanishingizga yorib qo'ying debman. Albatta Telegram yoki Telegramda ish qilibdi. Telegramdan yuborib qo'ysangiz ham bo'ladi-ku, eng yaxshi bo'lgan insoningizga. Albatta aytaman. Nutnikiga 2, undan 2, kim dedim buni? Pronikiga undan 9, yaxshi yomg'ir tamom bo'ldi. Pronikiga undan 9, Hakkernikiga undan 5. Chunki bu ko'zimni qamashtirardi. Qurgan uyi o'ziga buyursin. Gudnikiga aytaman. Oldin qarab olaylik. Keling barchangizga. Xayr do'stlar. Bu videomizda Gudniki 10 dan 1000 ball oldi desam ishonasizmi? Albatta bu kimga ham yoqmas edi. Barchangizga xayr. To'xtatmayapman uzr. Hozir bir gapimni aytib olaylik do'stlar. 29-sentyabr opamning tug'ilgan kunigacha 200 ta bo'lish niyatim bor. Iltimos do'stlar, sizlar obuna bo'linglar. Bo'lmasam barchangizga xayr.